Assalomu alaykum Uzbekariya kanalining muxlislari, podpischilar, bizni chet davlatdan kuzatib turgan parvoz aka-ukalar, bizni qo'shni davlatdan kuzatayotgan aka-ukalar, hammanglarga alangali salom. Aka-ukalar, ko'pdan beri mana YouTube kanalimizga video qo'ya olmadik. Nimaiki, asosiy oldi-sotdi savdo ishlari Telegram gruppamizda bo'lganligi uchun YouTube kanaliga video qo'ya olmadik. Ko'pchilik YouTube'ga, mana Telegram kanaliga qanday o'tamiz deb. Telegram kanaliga o'tish uchun shu videoning tagida kommentariy degan joyi bor. Shu yerga kirsanglar, Telegram gruppamiz silkasini qo'yib qo'yganmiz. Shuni bossanglar, bemalol kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, hamma asosiy sotuvdagilarini o'sha yerga kanalga qo'yib boramiz, Telegram kanaliga yangiliklarni. Katellarimizni sezonga tayyorlab qo'ydik, xudo xolasa. Mana yakkalab aslında qishga xudo xolasa tayyormiz. Birma-bir ko'rsataman. Endi nima edi? Bu aslında bu video YouTube'ga qo'yishimiz. Mana biz chet davlatdan kuzatib turgan aka-ukalar shunchaki ishtaga kelib, tomosha qilib, dam olgani. Imkon qadar bitta qo'yib boramiz. Endi sotuvdagilarni ko'pchilik narx-navosini so'rayapti. O'sha Telegram kanalga o'tsanglar, shu kommentariyada qo'yib qo'yaman. Mana bo'limiz o'sha bardovilarimizdan, o'sha bedana parimizning bolasi. Где-то bir 4 kilodan oshdi, marta jo'jasi. Juda nihoyatda toza chiqqan. Bulardan ko'p. Hozir birma-bir ko'rsataman. Kichkina, kattalari hammasi bor. Xudo xolos Telegram kanaliga o'tsanglar, hammasini sotuvdagilarni qo'yamiz. Bu xo'rozimiz Vietnam. Shu 6 ta pixli Vietnamimiz, qo'shib har bir oyog'ida 3 tadan pixi bor. Bu yilgi sezonda bu 5 ta urishdi, bitta necha 4 ta g'alaba qildi. Xudo xolasa endi shuni qishda bolasini olamiz, yaxshi qora makonlarga qo'shib. Bulimiz hozirgi birinchida ko'rsatgan bardoyimizning ham tanasi. Bu sizcha yiriroq. Bu bir 5 kilo bo'ladi, nari bir 4 kilo, 700, 4 kilo, 800 urishadi. Bu gideti bir 5 kilo 100 durishadi. Endi imkon qadar qo'yib boramiz. Endi mana setka uchun set hech narsa qilmaydi deb o'ylaymiz. Bulimiz o'tgan yilgi kechki jo'jalarimizdan bittami o'ynadi-da. Shu bilan ves kichikroqligi uchun o'tgan yil shu 4 kilo 200 4 kilo 300 da urishdi. Bu yil tulovga qo'yardik. Endi tulab chiqsa 4,5 kilo 4 kilo 600 urishadi. Ana yondagi o'sha oq o'zimizni kulmak yo'llarimizdan. Qiziqalar chiqaverasizlar, o'sha Telegram kanalimizni silkasi bor, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Hozir u yoqda ham bor. Aslida tashqi valeriya qo'yib qo'yganmiz. Ishto hali erta bularni qamashga o'chiritdan aka-ukalar haligi nima deydi, ko'pchilik yoshroqlardan ham so'rayapti. Mana bularni tashqariga chiqaraveramiz. Bularimiz o'sha yozgi oylarda chiqqan. Mana makonchalar ham o'tdi. Juda yaxshi holatda. Xo'roschasi. Bular endi tashqarida yaylovda yuribdi, kun yaxshi, xudo xolasa. Mana quyosh nurini hisobiga sal kachisi zo'r emas. Shuning uchun aytaman, Telegram kanaliga o'tsanglar, hammasini birma-bir tashab beriladi, ko'rasizlar va o'zingizlar baho beraverasizlar. Endi tomoshaga. Ancha binolarimiz ham bitib qoldi, yankatelar ham. Uyli yanada yangi zotlarni chiqaramiz. Hozir tayyorgarchilik ishlari boryapti. Bu endi nima deydi? Mana asosiy musofir yurtga aka-ukalar uchun tomoshada bu. Xo'p, navesimizga ham xudo xolasa ertaga katta qilib, mana va valer turibdi, shulardan qator qilib bu nari tomonga valerlarimizni qilamiz. Biz ilgaridan kuzatib borgan aka-ukalar biladi bu joyimizni. Bu o'sha o'zimiz Anhor bo'yida, mana Zakani bo'yida. Joy salqin. Bu hozirgi bardovilarda sherigi. Bular makonchalar. Bular ham eski makonlar. Xudo xolasa. Hozirgi bardovilarimiz sheriklaridan.
Bu tuxum olinayotgan nima deydi, bitta oilamiz. Bu ko'pchilik biladi, bu hali 3,5 yillik bardog'im. Mana bu qora emas, ko'pchilik mana kamerani hisobiga qora deb o'yladi. Yo'q, haqiqiy cho'ku bardog'i. Mana kulmakyorlar, mana o'sha prinsessi kulmakyon. Mana uni toza kulmakyonimiz. Bu boladagi. Mana bir dana parmakyonimiz. Buni bular hali tashqarida. Xudo xolasa bular ham jo'jalarni chiqaramiz. Qaysi sotuvda nima bo'layapti deganlar uchun aytganimda o'sha Telegram kanalga o'taverasizlar. Hamma sotilayotgan jo'ja, xo'roz makyonlar o'sha Telegram kanalda. Shu joyimiz endi aslida salqin, yaxshi. O'zgarlishiga hali yana bir 15-20 kun bir oy. Bo'limiz ham o'sha Koreyalarimiz bolasidan. Bundan xudo xolasa bola olamiz. Yaxshi xo'roz, bir yil bola olamiz. Mana ko'p sayrab olganligi uchun mana YouTube suymaydi, shuning uchun buni ochib ko'rsata olmayman. Aytgandek, qaysi sotiladi, nima, qanaqa deganlar uchun o'sha Telegram kanalda o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'rsatib boriladi. Bo'limiz, samanimiz. Bu hozirgi holati ham bir 4 kilo 600, 4 kilo 700, 5 kilo 5,5 kiloda urishadi. Bulardan ikkita hozir qorasini ham ko'rsataman. Endi mana quyosh nurini hisobiga zo'r chiqmayapti kachitva. Bu qorasi, bu ham shu bir 5,5 kilo 5 kilo 300 urishadi. Aka-ukalar, hammanglarga joninglar omon bo'lsin. Imkon qadar endi YouTube kanalimizga video qo'yib boramiz. Hammanglarni o'sha Telegram kanalga o'tsanglar, oldi sotdini obuna bo'lib qo'ysanglar, hamma yangilik aslan Telegram kanalda. Telegram kanal silkasi shu videoning tagida kommentariy degan joyda bor. O'sha yerga qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, oldi sotlardan xabardor bo'lib turasizlar. Hammanglar joninglar omon bo'lsin. Hammani xo'rozi yutaversin. Sog' bo'lasizlar.